Qizmisan, o'g'ilmisan? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mira, menda bitta savol bor. Sizga shuncha xeyterli yozishadi. Xeyterliga bitta javob qiling. Voy biling, sizlarni sevaman. Agar siz xeyter bo'lganingizda qanaqa savol bergan bo'lardingiz o'zingizga? O'zimga? Qizmisan, o'g'ilmisan? Endi shu savolingizga bitta javob berib yuboring. Hozir to'liq ketaman, kakras ketdim. Qaysi biriga kirasiz? O'g'il bolaniki-mi, qiz bolaniki-mi? Xetirlarim kelsa o'zim ko'rsataman. O'zingga kengligi yer osmonchalik bo'lgan jannatni eslatdi. Bu dunyoda och qolasan, chorasiz qolasan, xafa bo'lasan, kasal bo'lasan, haqlaring poymol bo'ladi, zulm ko'rasan, shunda tushkunlikka tushib ketasan. Hayotdan zerikish paydo bo'ladi. Agar mana shunday holatga kelib qoladigan bo'lsang, birodar, Robbini huzurida seni kutib turgan, sen uchun tayyorlab qo'ygan jannatni o'zingga eslat. Inshaalloh o'sha jannatga borasan. Mana shu e'tiqod bilan yashaydigan bo'lsang, ustingga kelayotgan, seni yuragini siqayotgan bu balolar, musibatlar hech narsa bo'lmay qoladi.